bo'lgan ishlarimizni bir chekkadan ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Smalani oldin ko'rsatardik buni. Endi bundan boshqacharoq ham zakaz tushib qolgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa uni ham to'liq obzorini qilib beramiz. Bundan tashqari juda ko'pchilikga yoqadigan kapalay fason, kobra fasonlarni ham video obzorini qilib beramiz. Ustani o'zidan ma'lumot olsak, menimcha hammaga tushunarli, ma'qul bo'ladi. To'liqroq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Adresda hamma bilsa kerak, menimcha. Adresimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida. Keladiganlar bo'lsa Telegramdan yozishsa, lokatsiyalar tashlab beramiz. Kelib, ko'rib, bemalol zakaz berib ketishlari mumkin. Tayyor bo'lsa, tayyorini olib ketishaveradi. Demak, tayyorlari ham turadi bu. Tayyorlari ham bor, zakazga bo'layotganlari ham bor. Xullas, kelishsa ko'rsatamiz, yoqqanidan tayyorlab beraveramiz agar tayyor yo'q bo'ladigan bo'lsa. Ko'proq tayyorlari nechtalik bo'ladi, misol uchun? 12 talik ko'proq tayyor bo'ladi. 14 ta, 16 taliklar, 20 taliklar zakazga tayyorlaymiz. Asosan zakazga. Demak, tushunishim bo'yicha bu ham zakazga tayyor. Bu ham zakazga bo'lgan 22 talik komplet qirg'izistonlik akamiz zakaz bergan. Men bugun video qilish uchun terib ushlab turibmiz. Video olib bo'lganimizdan keyin kargoga olib borib beramiz, Qirg'izistonga olib o'tib ketishadi. Demak, sraz upakovka bo'lib, sraz upakovka chiqib ketadi. Hozir menimcha shu akamiz o'zi ham ko'ryapti, adashmasam. Kuzatib borayotgan bo'lsa, mana aka ishingiz tayyor bo'lgan. Xudo xolasa, bu videoni ko'rayotganingizda bu o'sha uyda bo'ladi, xudo xolasa. Uyda bo'ladi. Uyda bo'ladi, tushunarli. Bu nechtalik bo'ldi bu? Bu 22 talik komplet. Stolini uzunligi 5 metr, eni 1.20. 2,5 metrlikdan ikkita stol. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, ana nimani videoda sifati buzilib ketmasin deb turib 1-2 ta olinyapti. Shu sababdan ozgina yaqinroq. Sizlarga noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa, ming bor uzr. Bu ishimiz 12 taliga 3,5 million so'mga to'g'ri keladi. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul voha tomonlarga kelishilgan holda. Imkon qadar kelishiladi. Materiali rangi o'zgarsa, pul o'zgaradi. Materiali rangi o'zgaradigan bo'lsa, pul o'zgarmaydi. Bu ham menimcha uyni pardasiga moslagan, hozir. Shunaqa, shu material tanladi, shuni qo'yib berdik. Bu ham lekin yaxshi chiqar ekan, birinchi marta qo'yishimiz bundan. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqa taraflarini ham ko'rsatib qo'yamiz obunachilar uchun. Mana do'stlar, endi necha metrli uyga tushadi bu? Eng qizig'i. 8 metrga zo'r tushadi, 8 tepasiga. Stoli 5 metrda. Gap yo'q. Shuni hisobini olishaveradi o'zlari obunachilar. Xo'p, keyingi ishimiz bu yog'och emas, ABS plastikdan ishlangan Sheyx modelimiz. Sheyx. Gap yo'q. Sheyx akalarimiz uchun mana ko'rishingiz mumkin. Gabaritlari yog'och ishlarga nisbatan ancha katta. Mustahkamligi ham yog'ochga nisbatan ancha mustahkam bo'ladi. Garantiya bersa bo'ladi. Garantiya bersa bo'ladi, bemalol. Stolning usti ham akvarium bo'lgan. Ustida oynagi bor. Hali ko'pchilik videoni ko'rib, usti bo'sh ekan deb o'ylayapti. Unaqa emas. Mana oynagi bor, qalin oyna. Ustiga idish, tovoq, hamma narsani qo'yib ishlatilaveradi. Stolga nima qo'yilsa, oynaning ustiga ham qo'yilaveradi. Gap yo'q. Ehtiyot qilmasdan ishlataverasizlar ekan bemalol. Stol tepasi polniy 100% krugli baget gullar bilan boyitilgan. Mana bunaqa gullar. Ko'rishingiz mumkin. Mana stuli ham gabaritlari katta, machalkasi ham 12 sm qo'yilgan. Keyin oldi qanaqa gul bo'lsa, orqasida ham shunaqa gulli bo'ladi bu. Voy malades. Orqa oyoqlari, yonboshlari hamma joyi gulli buni. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu yana bitta savol tug'iladi. Mana obunachilarga o'tgangi videolarda ham ko'rsatganmiz. Bu faqat shampan rangda chiqadimi yo boshqa ranglarda ham qilsa imkoniyati bormi? Oq bo'lsa oq, karishni bo'lsa, xullas klient xohishiga qarab istalgan rangni tayyorlab beraveramiz. Rangi, materiali o'zgaraveradi, puli o'zgarmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Narxi? Narxi 14,5 million so'm. 14,5 million so'm. Bu ham vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul uygacha yetkazib beramiz. Boshqa viloyatlarga kelishiladi. Kelishilgan holda. Bu oldin ko'rsatmovdik-a buni? Bu yangi modelimiz. Bu ham ABS plastikdan ishlangan, mustahkam. Gap bo'lishi mumkin emas. Machalkalari 12 sm qo'yilgan bunga. Mana do'stlar, orqa oyoqlarini ko'rib qo'yasizlar. O'ta chiroyli. O'ta. Bu ham 12 talik ekan. Bu ham 12 talik komplet. Bu ham akvarium. Stolning usti akvarium, razmeri 1.20 ga 3.20. MDF stol, noshkasi smala. Narxi 14,5 million so'm chiqadi bu ham. Buniki ham 14,5 million. Ikkovining narxi bir. Bu shampanga ozgina gold qo'shilgan ekan, nargindan chiqib. Gold kasal tortgan bu. Buni ham materialni, nima rangini xohlaganda qilib klient xohishiga qarab o'zgartirib beraveramiz. Bu ham 14,5 million, demak bir xil ekanda. O'tirishga neudobniy emasmi? Mana ko'rayotganlarda shunaqa narsa savol tug'ilishi mumkin. Mana joyi.
bu joyi tegib qolmaydimi deb Yo'q, bitta yo'q. o'tirsiz, men Ha. orqadagi zazorni ko'rsatib beraman. Mana bemalol Oblachilar. o'tirib Ha, demak tegmaydi ekan do'stlar. tegmaydi. Mana Pastimo tegmaydi. machalkaga tegadi, bu yog'i sal tegadi xolos. O'zi Gap bo'lishi mumkin emas. Orqalari ham oldi bilan bir xil, gullari. Orqalari ham oldi bilan bir xil. Tushunarli. Hozir bu zakazga tayyorlanganmi yoki sotilgan? bunisi ham zakazga tayyorlangan. Hmm. Zakaz berishadigan bo'lsa, bir hafta, uzoq 10 kunda tayyorlab beramiz. Ha, nechtali bo'lishidan qat'iy nazar. Nechtalik bo'lsa qat'iy 16 ta 20 ta farqi farqi yo'q. gap bo'lishi mumkin emas. Endi mana do'stlar, kapalay Xo'p, fason keyingi o'zimizni ishimiz. ko'zimiz o'rganga ish ko'rishinglar mumkin. Kapalay fason yong'og'i bu. Yong'oq stullari 100% yong'oq stoli MD. Ko'rsatib qo'yamiz do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. Jemchug svetga shampan svet kombinatsiya qilingan ekan, ya'ni gullariga shampan, bu yog'i jemchug. Buni ham stoli 120 ga 320. Bu xon taxta ham bo'ladi. Xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. MDF stol. MDF stol. Xo'p, narxi necha pul? Narxi 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Buni tayyormi yoki klientga qilinganmi bu? Bu tayyor. Birinchi telefon qilgan xaridorga yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bu tayyor turibdi. Gap yo'q. Agar uspet qilmay qolsa, yana qilib bersa bo'ladi. Xuddi Uspet qilmay qolsak, qilib, boshqa tayyorlab beramiz. Bir xil qilib. tushunarli. Keyingi ishimiz Monika 3D deyiladi. Mana oyoqlariga roverda yog'ochni o'ziga gul o'yilgan. Aha, bu ham yong'og'i. Bu ham yong'oq 100%. Orqalari bilan bitta ko'rsatib qo'ysak. Orqalarida pardalari, broshkalari bor. Bu gold svet ekan. Stoli 320 ga 120 buniki ham 12 kishilik. 12 kishilik komplet. Attachento material, Chester qilingan. Buni necha pul qiyordik? 7 million 200 ming so'm qilib beramiz buni. 7 million 200 ming oldi oyoqlari 3D roverdan chiqqanligi uchun. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, Bu endi tayyormi yo klientga bo'lganmi? bu klientga bo'lgan. Mana bunisi tayyor turibdi. Bu arzonroq variant. Bu oyoqlari oddiy, 3D emas. Aha, tushunarli. Lekin yog'ochi bir xil. Yog'ochi bir xil, ko'rinishi gullari bir xil. Tushunarli. Bu shampan svet. Shampan svet bu. Bu ham 12 talik do'stlar, 320 ga 120 stolaxon taxta bo'ladi. MDF dan buni narxi. Bu 6,5 million so'm. Bu 6,5 million. Bu ham vodiy bo'yicha dastavka. Vodiy bo'yicha dastavka bepul, boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Imkon qadar arzonroq mashina gaplashib chiqarib yuboriladi, upakovka qilib. Ha, voha tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, upakovka qilib, pitakka olib chiqib yuklab beramiz. Mana shu 6,5 million so'mning ichida. Tushunarli. Bu tayyormi yoki Bu tayyor. sotiladi mana shu do'stlar, ulgib Videoni ko'rib telefon qilgan odamga sotamiz, tayyor. Umidjon do'stimizni telefon nomeri ekranda pastki qismida mana bunaqa joyda turibdi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Agar bundan boshqa ishlar kerak bo'lsa, katalog kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram gruppasi mana shu ekranda tepa qismida turibdi. Mana shu yerda ko'rishinglar mumkin. Mana shu tepaga yozib qo'yasiz. Yozib qo'yamiz. O'shani shuni Telegramdan xuddi shunaqa deb yozsanglar chiqadi. O'zini katalogi bemalol ko'rib tanlasanglar bo'ladi. Eng arzoni necha puldan, eng qimmati necha pulgacha bor? endi eng arzoni 3,5 million so'mdan boshlanadi, u yog'i ketaveradi. Har xil. Tushunarli. Ko'tarilib ketadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Umidjon ishlarga rivoj, charchamang. Ha. Xalq xizmatida. Ko'rishguncha do'stlar.